Hammaga salom. Men hozir Avto Audio Design studiosidamiz. Mashinani taqu ullovdan tuning qilgani keldik. Hozir ko'rsataman nima gapligini. Mashina usti tarafidan tuningini tugatdik. O'shaning uchun hozir endi ovoziga o'tdik. Men hozir Mixail bilan birgalikda. Hammaga salom. Mana buni hozir qo'yamiz, birgalikda ovozini eshitamiz. Ketdi. To'g'ri nima? Bu titandan qilingan suv o'tkazmaydigan elektron vyxlop hisoblanadi. O'zbekistonda birinchi uchtali dinamik, mana shu yerda hozir birinchi bo'lib menga qo'yamiz. Ovozini ham bittada eshitamiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi, telefon orqali boshlanadi. Men nimaga uchtali deyapman? Chunki bilganlar oldin ikkita bo'lgan, hozir uchinchisi kelgani. Bu baland chastotalarni bilan chiqazib beradi birgalikda, ovozi undan ham zo'r bo'ladi. Qaranglar, AMG nikini yoqamiz. Ani o'tiribdi Mixail. Olo, qaranglar, hozir endi o'chiramiz. Ko'ryapsizlar, mana